Yangi yoki mazza deydi, 6 yarımda suv septiryapsan. Ikkita qo'shni ko'rib qolsa, nomuslar o'ldirib berasan meni. Ha, yangi kelinchi ertamatanda turib ko'cha supurmasa bo'lmaydi-da. Sen meni nomusiga o'ldirib yuborasiz. Hey! Nima sen yangi olgan kelinimni 6:30da chiqib ko'cha supurtiryapsan? Ha? Kelinim soat 12:01gacha uxlab, keyin chiqib ishlarni qiladi. Tushunarlimi? Aya? Nima aya? Endi dada deyolmayman-da, ancha aya deyapman-da. Seni qara. Bo'l, tushundim. Bo'l, tushundim. Yura qoling. Soat 12:01gacha uxlab, mazza qilib dam oling bo'ptimi, qizim? Menga qara, chigitga nima sho'rvani sho'r qilib qo'yding, do'lab. O'chiravotingni. Qachondan beri ovqatlanadigan bo'lib qolding-a? Menga yoqyapti shu sho'r ovqat. Kam tuyuldi menga qizim. Tuzni ozroq solsiz. Bundan keyin ko'p soling bo'ptimi, qizim? Ha, menga sho'r yoqadi asal qizim. Mana shunaqa ovqatlarni yaxshi ko'raman. Nima menga bunaqa qarab qolding? Anchadan beri men sizni bunaqa holatda ko'rmaganman. Voy, Nimagadir sog'inib ketyapman-da, gamingiz? kam gapirma. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Voy, onalar chempioni, farzand bo'lib sizga sovg'a bermagan ekanman. Sovg'alarni mo'tadilni olib keldim-da. Menga sovg'a pog'a endi keragi yo'q. Tushunarlimi? Undan ko'ra ko'chaga chiqib, xotining derazasini taqillatib, romantiklik qilib mana bu gullarni qo'liga ber. Nima menga unaqa qilib tikilib qolding? Siz men uchun aynaysiz, aynay onam. Ko'p gapirma, do'la. Bor undan ko'ra xotining oldiga. Nima ona bo'lyapti? Menga qarang, odamlarni keliniga o'xshab bir ko'chirish qilolmasangiz, ovqatlarni bir normallik qilmasangiz. Endi o'ziga kelsa, bo'killatib yuboring, tasirating. Qanaqa kelinsiz o'zisiz? Deyolmasam qizim. Jon bolam, sizni yaxshi ko'raman-da men bolam. Qani tez uyga kirib, mazza qilib uxlang. 12:01da tursangiz ham mayli. Xo'pmi qizim? Xo'p, mayli. Lekin akalar, ko'zimni shag'alda ham yuvib ko'rdim. Bunaqa aynani kreditga ham bermasa kerak, to'g'rimi?